Assalomu alaykum hammaga. Juma ayyominglar muborak bo'lsin. Sizlarga bitta live hack ko'rsataman. Hop. Baldaq tanlashda e'tiborli bo'ladigan joyimiz. Hop, baldag'imizni mana sopi deyiladi. Mana shu sopi iloji boricha dumaloq bo'lsa, quloqlaringni qiynamaydi. Keyin zavod ishlar основной dumaloq bo'ladi. Qarang. Ikkinchisi mana bu dumaloq emas. Bu pichoqroq deyiladi. Quloqni qiynaydi bu. Xo'p, keyin toqilganda quloqqa botmasligi uchun uni toqimida dumaloqroq bo'lishi kerak, bu to'rtburchak. Mana. Mana bunaqa dumaloqroq bo'lishi kerak. E'tiborli bo'lasizlar.